Altın Güver Şinjan Talat sahnemizdeki mukofot buyumları intayin katta. Birincilikka erishgan Talat egisini Xotan shahar qadimi Chinar Yezigilik fan texnik taraqqiyotchilik shirkati 200 ming yuan qiymatidagi mukofot buyum bilan ta'minlaydi. İkincilikka erishgan Talat egisini Şinjan Sabiylar kasbiy taraqqiyotchilik shirkati 100 ming yuan qiymatidagi mukofot buyum bilan ta'minlaydi. Üçüncülük erişken Talat egisini Şinjan Abida Biyopan Texnik Çekiş şirketi 50 ming yuan qiymatidagi mukofot buyum bilan ta'minlaydi. Necha yosh kirdi? Vah, qarang ha. Mana 4 yosh kirib turib qo'rqmay dog'i chiqmadi hozir. Taqosa aprel qilib men yaman deb to'ldim. Ma'qul sizlarga ixtiyor bo'lsa. Qara. Kuchaytirib turib yomonligini ha. Shoh. Hidayet kız es kıldığınızmıkin bizim bu küçük mahirimizdenki karan hareketinden çakkanlıqıga. Şu demem siz Bunu iliştiri karan şunçilik çakkanlar hareketleri. Aldı kendi desteklerini aldı kendi çok destek. Vay küçük olmak bala karan ben ciddileşip barına qanaqlar. Onun üstügen egizligimi xeyli egiz başmaq, o egiz qo'shmaq, o ostida hech qanday bir qo'g'dinish, degan madax asboblari yo'q. Hadi yine yorumam. Rahmet. Endi yanına kelimiz. İkinci mağarıp teste oynap çıkın.
Hem de gözün tanıp ay başı verip kep durdu. Azı ko'zni itib olganki buni qiyinlik darajasi texmi yuqorilab ketdi. Qaraydigan bo'lsak, bizning 4 nafar baholg'uchi sozimlar jiddiylash ketdi va Chiroy parlaqimi ularning jiddiylik shatqinligini his qilmag'li bo'ladi. Çok umutludur. Bizning Uyg'ur davlatchiligimizning tarixi nihoyatda uzun. Avlodma-avlod shunda davomlashib kelyotidi. Assalamu alaykum. Şu ekran aldıki baharlık karındaşlar, okutukçu ustazlara Abdullah Bakı'dan otluq salam, ali iktiram. Hemen bakasam Şinjan Uygur Abdullah Rayın, Kaşgar vilayet Yanısar Nais'tin Davaz makanından Abdullah Bakır oğlum. Oğlum boladı. Oğlumuzun ismi? Abdullah. Abdullah. He. Yaraysız jigit. Baturluk ösmürlükten yetildi degan gap barchu. Bizga mana shundoq azmat, mana shundoq erkaklik kerak. Abdullah oğlum, necha yosh kirdingiz? 4ga. Voy canım balam. Rahmat. Bunun ikinchi balam, bu davozliqni qiling. Bu bek yaxshi kesib, lekin maktabda o'qishni unutib qolmang bo'lamdi. Cho'qim yaxshi o'rgansangiz, undan keyin texim mukammal odam bo'la olasiz. Men oldi bilan sizga bir bilet tashildim. Abdullah maqara bola, sen kelgusida Adil dadadek davoz bo'lay deb o'ylabsan, ha? Ras ashta bo'g'deksan. Ismingmi Adil dadanga yaqin kelsan. 4 yosh kiribsan mana. Azmat o'psa, azmat bo'psa mana. Barak olsun. Senden shunda ta'sirlandik. Bizning talant seni programmamizga sana o'xshash, mana shunday aloyidligi bor, sana o'xshash palvon yigitlar kerak. Men sana bir bilet tashildim. Barak olsun bola. Balneka oynaydigan vaqti bormi? Oynaydigan vaqtim bor, ishdan sirtqi vaqtda bu faoliyatimni qo'shib elib berib. Odatda Abdullahninki xizmat o'rnim bor ekanda. Yo'q.
Xizmat öyining ham anchimicha ushaq chekmish qila oladigan ishni bajarib ish qiladi. İşten sırtkı diken deyman hamda bire şirketning direktori bo'lib qolsa xato deb qo'ymaydi deyman. O'n yetmadi. Sizdimi ta'sirlandim, baldimmi intayin ta'sirlandim. Bo'lsa, balninki narsir vaqtida o'yinni tangayib basak. Demakchi o'g'lim, balning narsir vaqtida o'yin vaqtini basak. Menmi sizga balangizga bir bilet tashladim. Rahmat, 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 rahmat. Abdulla. Bu Abdullahning ismi menga intayin bakmi yaqinlik anglandi. Chunki mening dadamning ismiga o'xshash ekan. Bu Abdulla bu ismiga loyiq, shunchalik palvon, shunchalik qaysar, shunchalik botir. Menga ta'sir qilgani bizningki mishda an'anaviy san'atlarimizni sizlar avloddan avlodga qoldirib, mishda shogird yetishtirib, mishda bolalarimizni tarbiyalab chiqqaninglarga sizlarga aprin o'qiyman. Buningdan keyin cho'qim Adil dadisdek shunday yaramliq odam bo'lib chiqishiga ishonamiz. Men bir bilet tashladim. Muborak bo'lsin. Ama şu sahnedeki barlıq o'qituvchi ustozlar va ko'rmanlarning qo'llab quvvatligini ko'pdan ko'p rahmat, oliy ehtirom. Rahmat. Vay mübarek olsun, mübarek olsun. Hoş buldun mu? Rahmat. Yaxşı yaraysa kilak ettim hem de yaxşı numurta yalap geldim ha. Maqul mu? Maqul da rahmat eyter. Bunlar sizin oğlunuz mu? Vay mübarek olsun. Çıraylı kışkı oğlunuz bakayım. Amara köstek misin ha? Boş indirip bunda koysa sahneye çıkkanda ciddileşmem var. Bulam da talantımızın amaya kılmışım ha. Bulam da.
hakikaten baxtlik ya. İki oğluna kelib, müzik içerisiga bir sahnaga chiqib, bir oila kishilari o'z talatini namoyon qilish oson ish emas. Atam bulsa görsem görsem atam anam bilen adamı kısmet eder olsa Ben Nift şehri Karmay'dan geldim. Bu yıl 49 yaş girdim. Kılatkan kesbim tabii orman yava buğdayım. Jungle'da turayım jungle'da. Ama o ikisi benim oğullarım burada özünü tanıştırsın. Benim ismim Yaşar. Bu yıl 10 yaş kirdim. Bu 4. yıllıkta okuyayım. 10-11 yaş kırdın ha? Ya 10 yaş kirdim. Noçanlar beringlar, noçan. Selamünaleyküm. Benim ismim Alcanar. Mektepte okuyayım. Bu yıl 1. sınıfta. Vay, yaxshi. Maqul. Balam ismini anglayapman, boshqadan degina balam ismini. Assalamualaikum. Voy. Ha, ismini boshqadan de. Benim ismim Alcanar. Abdujalal. Abdujallalmi? Yanar. Abduyanar. Bak yaxshi o'rindadinglar, rahmat. Sen hammasini ust ekansan. Yanar hammasini ust ekan. Muborak bo'lsin. Sizlar bugun sizlar dadang o'rgatdimi sizlarga? Kim o'rgatdi? Üzemigen'den. Ha? Üzemigen'den. Ona. Ya dadang sana o'rgatmadimi? O'rgatmamdi odatda. Jangalcıyorsun emine kutuda. Sana kim o'rgatdi gitar chalishni, eg'iz garmon chalishni bala? Üzemigen'den. Voy, anda demagin, bir o'rgatgandi o. Dadam üretken. Ha, bunu deyman. Bu oldu mu? Pastga tushganda ikki qo'lig'imda og'irlab qolmagan deyman-da. Balning ikki shlapsini bozordan epagimi o'zinglar tiktirganmi? Pazardan algan. Ya bak kuyganda qilib turamdı. Sizmi bir xil qilasınız bo'pti sizlar. Ballar bilan o'xshash. Tapamadım pazarda yok ki yamış. Ancha munchalikqa ranglik bir seg'izvatchi shuni o'zim chaplamay. Şunlarning ma gruppasi nati yaxshi, bak yaxshi. Onaniki ma kichik yanarma shundoq eg'iz garmon gitarni shundoq chiroyli chepadi. Talantlikka. Ha, talantlikka. Shunlashqa men sizlarga bir bilet tashildim. Rahmat. Rahmat. Men bu devtay mayliq atandan ayrılış artık harken degan yer keldi o'qidik ku shunaqasini. Atan to'g'riliq. Men bayatdan sizlarning chiroy qarab bak xaro ketib deb ko'rdim. Ele xaro olgandim-chu, haddidan ziyoda. Tayoqning tigida turib xaro olgandekni ko'rdim men-chu. Maviliqqa naqshi degan narsa odamga ozroq bir yiqishliq. Bunda bir ancha chiroyli bo'lsa-mu, ozroq bir lekin cho'qim shu hissiyat chiqish kerak. Hissiyat bek ishib ketsin bo'lmaychu, oshq tuzini chiqsa desa tuzli qo'yib qoladi. Shu osh hissiyatga sal diqqat qilsanglar. Lekin mashkelani gap yo'q, bular bu ma'noda, ha? O'zing o'rgangan.
Şuna endi yana taqa qag'anlar barkan, men asli buningda bir bilet tashlamoqchi edim. Lekin men bu qitim tashlamay turay. Abiyam degan narsaga, Xalmuratning degan narsalarga buningdan keyin diqqat qilsanglar, ikkinchi qatimda cho'qim birinchi bo'lib o'zim tashlayman. Rahmat. Yanar, sen bugün dadang bilan akangni yuqori nomerga erishtirding sen. Sen bo'lmagan bo'lsang, akang bo'lmagan bo'lsa, dadangga qizilchiroq yig'ib ketadi degan. Muborak bo'lsin, men sizlarga bir bilet tashlayman. Rahmat. Bu ikki kichik Mahirimizningki talanti haqiqatan bizni ta'sirlantirdi. Tövəndəki tamaşaçılarınki alqış sadalары qulubdan kötürətgəndək olub getdi. Biz şunçilik təsirləndik. Şunun üçün mən bir bilet taşladım. Rahmat. Mübarek olsun. İkinci son programımızı görüşürüz. Mübarek olsun. Ha, yaxşı mana ha. Turuq canım, hoş buldun mu? Şu falasınızda bir güzel falasınızda namayıp bakay. Beş tapacak değil mi? Beş tane mı? Vaa! Ne buradan arayacağım o zaman beş tane çaldı. Yaxşı, yigit. Unda kalsa herkes huduqmay, öz talantımızda huduq cari kılaydı. Ana, ulan da utuq, Ahmet sana yer bolsa, unda kalsa ben seni bir şey saklayman. Tatlımızda çarşı bulduk ama...
Amsa poz bo'ldi. Ha? Tapçağın suretimi bek tezken ha. Tez, onun üstü kolunun hareketimi şunçilik çaqqan. Endi bir o'yin o'ynaymiz. Tomoshabinlar. Xo'sh, O'sanjon. Dapni bek yaxshi chapading. Rahmat. Bunisiga bu dapmicho bunday qarmoqqa chilishbek osondek bo'lgan bilan na texnik talab qilgan, kuch talab qilgan muzikcho bu. Bunisiga o'zing yolg'iz turib 5 nima olib biroq chilayotding sen. Rahmat. Men Artuk Yaqamay ukam, talantingga men qoyil bo'ldim. Shunga sana bir bilet tashlayman. Rahmat. Maharetiniz hemimizni hayran kaldırdı. Özünüz yalğız, netçe dapni. Bunda çağandı ben rast görüp bakmak diken ben. Şunun için ben sizge bir bilet taşladım. Rahmat. Ben bir bilet taşıdım. Ben bu sanat ömekli işlavotqanı 20 yıldan açtı. Ben bir tal dap ya 2 tal dap çağanı kögen bugün. Sen 5 dap çaldın, üzerine 2 tızın olan 7, ağzına 8 tızın çaldın. Rahmat. Dapның işçini çaldın dedi, onu bir hesapta hem de. Sen rast dapçı bizden hayran kaldırdın. Ben sana bir bilet taşıdım, var yaklaşık. Rahmat. Mübarek olsun. Yana bir qatim takımı yaxshi bo'lgan numurlar bilan ko'rsatamiz. Rahmat. Vaqt. Altın Güver Şinjan Talat sahnemizdeki mukofot buyumlari intayin katta. Birincilikka erishgan Talat egisini Xotan shahar qadimi Chinar Yezigilik fan texnik taraqqiyotchilik shirkati 200 ming yuan qiymatidagi mukofot buyum bilan ta'minlaydi. İkincilikka erishgan Talat egisini Şinjan Sabiylar kasbiy taraqqiyotchilik shirkati 100 ming yuan qiymatidagi mukofot buyum bilan ta'minlaydi. Üçüncülük erişken talat ilgisini Şinjan Abida Biyopan Texnik şirkati 50 milyon kıymetdagi mukofot buyum bilan ta'minlaydi. Bizim bu sahnimizga nima numara keldi? Şu atalik ustozlarni doğru qilib keldim.
mübarek toyu bugün 2 yaşının Söygürüştü mengü taş kalıp taşının Hoş mübarek toyu bugün 2 yaşının Söygürüştü mengü taş kalıp taşının Bəxtumken pişanışı zep uçken Aşk gitmek her kalem aşın Bəxtumken pişanışı zep uçken Aşk gitmek her kalem aşın Uygurumnun toylarına nime yesun Yaxşı dilek bir cüp yaşqa kucak atsın Sılada köy oğul ne oğlum dersiz Kömülenin tatlı yaşlar ömrüm dersiz Sılada köy oğul ne oğlum dersiz Kömülenin tatlı yaşlar ömrüm dersiz Hoş ne kızdek dille özse kısı oğlum Hipa caşkay arzu arman gülüm dersiz Hoş ne kızdek dille özse kısı oğlum Hipa caşkay arzu arman gülüm dersiz Aman olsun toy oynayan yayırganla Yakınırız abdiridek tarlıganla Karıyızdır bu alemde Aşkını birbirinden ayırganla Adılcan. Xush kelibsa bizning talant sahtimizga. Sening do'raydiganlaring mushulanmi yana boshqa qancha alaydiliklarning bormi? Bordek, a? Azraq bor. Ha, yana nima bor? Yana shu ataqali ustoz Xalmurat akamning ovozini to'g'rilab bersam, rahmat. Hajat yurtdim shu oshqozimdan. Hajat yurtdim shu oshqozimdan. Ben sadağa gideyler. Ben maşince bırakmaydılar. Oo, kızlık yap bu. Üç katı aç, burama kaç kotemedi bu aç kazandı. Bir tane tamak yok diyecek. Oo, kaçalılık aç, hay diyen bilen. Bulmaydı da. Deymen de. Kandaşı bu amir kılın çıkıyorlar deymen de. Rahmet. Adılcan, bu senin işinge Mevlan kırıp aldı mı ya Şillenge Xalmuratkan münüp aldı mı? Xalmurat, ben bak hoş oldum. En işin çıkıp kalsa hatırcam ketiversen, bana senin aldığını kıp yapalım. Senin avazını çıkırıversek boğuduk. Efkam, bayatım mı Mevlan akanını doğrap oynadın usulunu mu? Nakşamı şu pırakta Mevlan'ın naksa kıp durdu. Keyin Xalmuratkanı mı rast gapni qilsam, ko'zimni yumsam Xalmuratni ko'rgandek oldimchu men. Rahmat. Men sana bir bilet taşıdım. Rahmat. Adilcan, bek yaxshi doğurdun. Ben üzemimi bek kuyup kettim. Nemi günah qilgan bo'g'iydim demamsa. Doğurgandaki bir bilet taşımaya otursun oğlan olsun. Şu nakşini mikrofon bilen itkan bolsang texmi yaxshi bo'ladi. Hozir mikrofonni nakşini loyin qilib kelsa. Bu senden numur tatadigan bir çatak yering shu. Ama meni doğrudan Mevlana yazdımı hareketlerden tatip ya. Nayeti çıraylık nakşilerden tatip, ağalardan tatip. Hareketini bulup mu bek çıraylık keltirdim. Mübarek olsun, ben sana bir bilet taşıdım. Rahmat. Rahmat. Sizniki talantыңызda gap yo'q. Mavlanninki usul hareketi ham uniki sho'x, jo'shqin holatimi nati yaxshi ifodalandi. Menimcha o'zingizga xos bir nomerni o'rinlab, shuni pishiqlab, mesela maydonda ko'z tutishingiz uchun men bir qizil nomer tashlayman. Bu sizniki kelar qatimga tirishishingizga bir turtki bo'lsa. Rahmat. Abay Mevlana yazdın ki nakşısıga öz ayni doğurdunuz. Hatta inçiki, şunçilik kiçik yerlerden tatip doğurdunuz. Meyli aldığa, keyniga, bazen turib aldıgan yoki chaqqan ishtik bir harakatni qilib shaplam turib aldıgan ashtaq yerlerini mo shunchalik yaxshi egallabsiz.
Endi ben yazdım mesela ben qarab tutdumcha qachon eliq bir mollaqlari vatdi, eliq bir mahoratlari vatdi. Aşını qachon qila deb saqlab tursam, shu chiqmay qoldi. Shuningga men bu kechirsiz sizga bilet tashlamadim. Oldu yaxshi ko'rishman, rahmat. Biz barliq ellerimizga, qarindoshlarımizga yana zo'r natija, futuh, g'alaba bilan tilaymiz. Bugun bizga nima numara olib keldingiz? Men Xaziz Naqshi. Daqasa sizdanki bizning talant sahnimizda o'zingizning talantni to'liq namoyon qilishingiz uchun dilimizni tilakdoshmiz. Omad qutlug' sizga yer bo'lsin. Assalomu alaykum. Tağlıqçı sazlar, hürmetli görünmələr. Mən G'uljidan kelgan, ismim Zamira To'xtam, yasli o'qituvchisi. Ovozingiz nati yo'riqga hali yaxshi aytildi. Oxirida ziroq qayib ketdimi? Men shunaqa his qildim. Kendiki böyle güzel avaz üslubu deyimiz gibi, meşin canfa deyimiz gibi, Yevropa ha. Kendiki avaz çıkarışınızda xeyli yana meşk kılmışsınız. Bulmaydıgandek his kıldım ben. Çokum bizdeki ama talant sahnesinden naqşları çok. Talantınızı cari kıldıralıgıdak. Mesela bu naqşlardan içinde mi nurg'uniylik acayip bir avazını çıkartıdığan bir yerlerini bağı aslında bu şunda. Şunçilik bir nas kerekti bizge.
Şuna qarasam u yo'q. Ondan tekstingizni aniq men uqqanmadim. Shunga men sizga kechiring qizcharoq berdim. Bundan keyingi sizniki yanama tirishishingiz uchun bir bilet tashlayman. Rahmat. Naqshini chiroyli aytdingiz. Ovozingizmi yo'riq, pokiskan, lekin mashq yaxshi bo'lmadimi? Ovozning o'rni tekshir chiqmadi. Sal egiz pastlik. O'rinni birdan o'rindan chiqib, yana qaytib kelib, yana chiqib, yana qaytib kelib degandek o'zingiz ovozni yaxshi kontrol qilolmadingiz. Shuning uchun kechirasiz, men bu bilet tashlaymadim. Zamira To'xtam, talant sahnimizga Yevropa uslubidagi go'zal ovoz turini ep kelib ekansiz. Bu tur jiq emas. Bizning talant sahnimizga qatnashganlar ichida bugun tunji uchirtishim yaxshi qildingiz, ras ovozingiz ozroq qiyib ketib qoldi. Sizga bir fursat berishni xohlab qoldim. Sizga bilet tashladim. Rahmat. O'zingizni qo'yib o'tib, yuqori saviyadagi mahoratlarimizni sahnada to'liq namoyon qilishingizni chin dilimdan tilakdoshmiz. Ana yurdum ara töhbe, töhbe miras, miras bir baha meşre. Kamalat tapt koynumda mukar. Seni o peleğini büyülep etildir öndeki. Bu adetki adamlar asalıkça kırgılı bulduğun işi emel. Özünün talantını yaxshi jariy qildira olayman deb o'ylayoladigan tomoshabinlarimizni ham bizning baholovchi ustozlarimizni qoyil qilib ongdan qoldira oladigan mana mushunda bahirlarimizga muhtoj. Hech bo'lmaganda bir 10 metr atrofida bo'lishi mumkin bu kamera. Mana öpkü digen, mana nefes digen.
bizning talon sahnamizga kelgan har bir mohirlarimiz biz o'ylab bakmagan, aqlimiz yetmaydigan har xil mahoratlarni tomoshabinlarga ko'rsatish uchun kelyotdi. Oxirida mushu mohirlarimizga utuqqa madad tilaymiz. Qara ha. Bu karınçımızda 5 adamın öpküsü var mı nime ha? Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Haqiqiy talant egisi degan mana shu. Mana talant degan. Yelin kanmı Bu mahirimiz deymizmi? 4 nafar baholg'uchi ustozlarning qoyillig'iga erishdi. Cho'qim ishiniman. Assalomu alaykum. Ekran oldida ko'rinmanlar. Elimin gaqıda küçü bak ya. Ben bütün küçük kama yelinin hemmisi çıkartken okşaydı boylar kaptım. Kamina atish diyardan hamma o'shirdi sizlarga o'tdi salom. Rahmat. Telefon numaramı depagan bo'lsam, o'tgan to'lim ashlamni yel chiqdi cho'sinizda. Ben sana artık ipim yokam. Ben sana bir bilet taşıdım. Hamid bek talantli bola ekansan. Rasman haqli hayron qildim. O'pkining bundoq kuchli ekanligini men tunji qitim ko'rishim. Rost. Muborak bo'lsin, men sana bir bilet taşıdım. Rahmat, Hammuratga rahmat. Siz nerede mashq qilib, qayerda o'rganyaptıngiz buni? Ben Xanan o'lkasining Feylon Zaji tumanida Puchar ejderha sergömegi. Xanan o'lkasining shu Loyan shahrining Baofeng degan noyasida shaxsiy bir sergömek numarini ko'rib, shundoq bir qisqasi men bek qiziqib degandek bu o'yinga qatnashib 97 dan ta hozir qadar 17 yil men bu kasbni shunchalik qildim, yerib bo'ldi deb to'xtab qolganman. 2003-yili bizim şu faxrlik, bizim şu Şinjan sergömegidagi sobiq Tuanjan Mejitgan rahmatlik ikki qiz gap qilgan balam. O'g'il bola bir ishni qiladigan cho'qim oyga chiqish kerak. Sen birga ko'chatni tikadigan sen cho'qim ashuna mevasini yemsan bo'lmaydi. Sen cho'qim buni mevasini yeysan, taraqqiy qil, tirishqin degan. Men shuncha tirishib baqdim. Hech buni mevasini yeydigandek his qilmadim. Yaqa yozda yesa, qishda yapılanmaysa. O'zim bundan birinchi ichki ro'kilda shu o'yin qo'yayotgan vakolatchi orqali. Lekin men shu oil sababidan yenib keliblar. Hozir Qashqar turish o'rnim Qashqarda bir ma'lum bir klubda riyosatchilik, qiziqchiligini qilib shu klubda ishlayapman. Kasbim ham uzun bo'lib ketdi. Turmush uchun. Rahmat. Qo'llab berganingizga rahmat. Ben bir numara taşıdım. Rahmat sizga, rahmat, teşekkür. Men sizdan so'rab baqsam, masalan, mushu kasbniki xattiri bormi? Shuna bor, men o'sha o'rgangan vaqtimda oldidan sharf udashni
sükunatı qarab turib firlashni ketgan, o ketganda. Bu cho'qim bir necha yil cheniqqanda, mujda xavf xatarligiga tavakkul qilgandan bunda mahoratlar sahnaga kelib chiqadi. Lekin sahnaga chiqmay turib bir mashq qilish kerak, buni vaqt ketadi. Rahmat, men bir belat tashladim. Rahmat. Rahmat sizga, rahmat. Men bir qiz gap qilsam ruxsatmidi? Gap qilayotsam qofkam, qila. Meni baqqan onamga deydigan bir qizni ketdim. Enim bilan ishkimizni mushira qatab qo'shgan. Yomon yo'lga meni silishdan saqlab, hozir qadar shuna bir jur'atlik, bir mahoratlik bir yigit tarbiyalagan shu onamga rahmat aytaman. Rahmat. Bu qarindishimiz rasman Ahmet Elemiz. Mana haqiqiy talant igisi degan mana bu shu. Buni ko'z yumish qolmaydi. Rahmat qarindishim, yana keyingi o'tganlarni muvaffaqiyat o'tab ketishimizga chin dilimdan tilakdoshman. Rahmat. Sening bu talant sahnasida o'z talantingni to'liq namoyon qilishingga chin dilimizdan tilakdoshmiz. O'zingga ishon, barliq kuchingni sahnada chiqarib, bizni barliq uchimizda qayil qil. Bilamda? Ha? Yeah! The way she came into the place, I knew right then and there. There was something different about this girl. The way she moved, her hair, her face, her lines, divinity in motion. The girl was dangerous. Hozir jiddiylashyapsiz. Yo'q, jiddiylashmadim, bo'limga ishonchim bor. You've been hit by a smooth criminal. This is the Jabberwocky's emergency broadcast system. Assalomu alaykum. Aziz Qashqar diyoridan kelgan Shiralidan sizlarga o'ttiq salom.
Men bu yıl 15 yaş, kızıkışım kötü sol oynayma, hem resim çizime, hem nakşayt alayım. Mektepte mi okuduğun sen? Aa moyumcum o. Qancha sinfda o'qiysiz? Bu yıl toluksuz 3. yıllıkta. Shunda yaxshi o'ynadingiz. Ko'ch usulni mana Amerikaga borganda o'zi aynan seni ko'rgan, shu xuddi Amerikada ko'rganga o'xshash shu bitimlam o'z aynini yaxshi egallabsiz. Har bir inchiklardan tortib. Putingizning harakatimi shunchalik siliq sipoya, mang'iningizni xuddi konkret elayotgandek faqat bilgi bo'lmadi. Shuning uchun men bir bilet tashladim. Rahmat sizga. Qaysa? Sizga men bir bilet taşıp ettim ha? Rahmet. Müzikniki ritmiga o'zingning harakatini tushirishing bak yaxshi. Rahmet. Shu mo'rlaringdan tortib putingning uchigacha hammasi muzikadan kichkinib chiqib ketmadi. Bu tarafdami haqiqiy qilib o'rgangan rasm chizma deding, rasmni tashlab etma. Rasm bilan usulning hammasi bir tuqqan, hammasi go'zallikni xohlaydigan bir san'at. Shunlashqa rasm orqali o'zingniki shu usulingni harakatini texnik go'zallashtirsang, texnik yaxshi bo'ladi. Shunlashqa men senga bir bilet tashladim. Rahmet. Qanday qilsam bo'lam. Yanchig'imda biletdan ozroqla qolgan. Sen abiyam Abdukerim degandek o'qishni bek muhim o'rin qo'y. Sening toza muhim o'qiyotgan vaqtlaringdagi o'qish qiziqligingga ta'sir etmasin. İşten sırtqı, o'qishdan sirtqi vaqtlarida o'ynasang bo'ldi. Ko'ch usul o'ynayman deb ko'chiq chiqib ketmay. Darslarni yaxshi o'qib, anadakin ishni oldidaroq o'ynasangmi? Ma'qul. Men sana bir bilet taşıdım. Rahmet. Ay mübarek olsun. Hoş buldun mu? Hoş buldum. Yine bunaqasa kelaqatimiz o'tkaldi texima yaxshi bo'lgan talantini to'liq namoyon qilishini chin dildan tilakdoshmiz. Rahmat. Rahmat. Yer bo'lsin. Rahmat. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin, Shirali. Altın Güver Şinjan talant sahnemizdeki mukofot buyumları intayin katta. Birincilikka erishgan talant egisini Xotan shahar qadimi Chinar Yezigilik fan texnik taraqqiyotchilik shirkati 200 ming yuan qiymatidagi mukofot buyum bilan ta'minlaydi. Ikkinchilikka erishgan talant egisini Shinjan Sabiylar kasbiy taraqqiyotchilik shirkati 100 ming yuan qiymatidagi mukofot buyum bilan ta'minlaydi. Uchinchilikka erishgan talant egisini Shinjan Abida Biofan texnik shirkati 50 ming yuan qiymatidagi mukofot buyum bilan ta'minlaydi. Çolpangül bizim talant sahnemizde takılı Çolpan bulan kişiler kendine Çakkan jabdunay, kattar çayga atlinay. Çakkan jabdunay, mana kattar çayga atlinay. Donluk ettirini çeçip, koçilanı bir alay. Donluk ettirini çeçip, mana koçilanı bir alay. Altın zibbu zinnetni, körüp koysun Maynurhan. Camdaki köynekni, mana körüp koysun Aynurhan. Mavu modu köynekni, mana körüp koysun Maynurhan. Vay, nim bu ketdi bu? Maynaqlı oturup ketdingizlarmi? Buni Urumchida talant sansiga ortisanimiz degankan, bir baqina deb kaqaldiq-ku. Ha? Voy xo'jam, nimda qila? Ismdir nima? Dillima? Osh, deganingizni nimda aytgan? Debdim taxa. Ismimcha Cho'lpon. Ha, osmondagi cho'lponni ko'rganman. O'shunda bir cho'qnab ketsin deb, anam og'zilab amallab cho'lpon qo'yibdi ekan toza. Ha, manda. Ay abdikemka, amma qiz nima ish qildi demmitda? Qancha shuni debdi? Boshlang'ich maktabda naqsh o'qitibman. Manda muzik xonimi. Urug' tuqqan qarindoshlar naqshni adasiz yaxshi o'qiysiz deydi. Ya, bir naqsh o'qiray mahma. Voy.
sizlerle ne diye geldiğimde depemeptim ekememle. Ben Komul diye geldim. İsmim Çolpan. Altın boylarla aman bozun, rengi roylarla mengü saman bulmuşsun cuma. Rahmet. Çolpan göl. Çolpan talant sahnesi çolpan bulamdı değil mi? Rahmet. Desatda Üçyanın şivsini doğrap bədiniz. Turpan, qarsam Qashqa. Adana xas xotan ekan doğradınız maqama ekan. Aynen. Bas sizniki shu ma bu yurakligingizga men qoyilib ketib borman. Nemish qolsa bizniki shu qizlarning ichida, ayollarning ichida mana shunday bir yuraklik bizga shunday bir komediya shaklidagilar kamchu. Oningdan sirt qarsam ovozingizmi shuncha chiroyli, ham noat yo'ruq, naqshinim firaqliq obdan aytdingiz. Ben sizge bir bilet taşladım. Rahmet. Pek mahvetiniz. O'zingizning kasbi Başlangıç mektebinin müzik okutusu. Hayrıgül adamga pek ixlos qilmanchu. Talant sensda işte bir o'zimning mushtaq tarafdagi talantimni joriy qildira olay ekanman deb mushtaqni tanlagan. To'g'ri tanlabsiz. Mushtaq bir sanini bagininglarga pek ko'p rahmat. ovozingiz bakmi yo'ruq ekan. Shunchalik chiroyli, ham shunda siliq, ham qancha egizgi chiqqan siri shunchalik adamga yiqimliq anglandi ekan. Anandan keyin Abay Abdukaram apandim degandek, sizniki hissiyotlaringiz, nihoyatda yurakligingizga men bak qoyil bo'ldim. Bizning talant sahnasiga sizdek talantlilar kerak. Men sizga bir belat tashladim. Muborak bo'lsin. Andın o desapsizligi shunday chiroyli ekeldingiz-ku. Çolpan manda qilgancha mavo zo'lab iliqi. Ha, ay kulkini sal siliqlashtiring. Ma'qul, ma'qul. Sahnada o'zingizni erkin qo'yib tanlayotgansiz. Bu sizniki ortiqchiligingiz. Ondan keyin hissiyotingiz shunday yaxshi. Naqshi bilan hissiyotni bir yerlik puroqni shunday chiroyli qildingiz. Bu meni qoyil qildi ham ta'sirlantirdi. Ben sizga bir bilet taşıdım. Çolpan malum yaxshi naqsh etdingiz. Biz Abdukarim bilan biz bir kasbda biz har qachon sahnada ta'kidlayotgan bir tema bor, u bo'lsa ota-onalarning shu kiyim ko'z qilish ham choy o'ynaydigan mana shunday bir kasalni biz davolaymiz deb tirishimiz. Tanqidiy temada etudlarni o'ynaymiz. Bugun sizning naqshinizning oldi qismida siz mush temani achiqdingiz. Sizde bunu suyunduk, bunu yaxshi o'ralashtiribsiz buni. Rahmat sizga. Shu shivlarni yaxshi do'rabsiz. Ovozingiz yaxshi ekan. Sizga men bir bilet tashladim. Muborak bo'lsin. Bizdeki talant sahnimizde öz talantlarını to'liq joriy qildirishga chin dilimdan tilakdoshman.
Mahmutcan. Mahmut demen mi? Ha. Shunchalik yaxshi chaldingiz. Evcide bir yerde ketdingizmi? Ya men ketib qoldimmi quloqdan? Azroq jiddiylashib qolgan yerlarim bor. Başta bir yerler var ha. Azroq jiddiylashib qoldim. Ben bayağı ne özümden gumanım var şu. Sizde ketib qoldimmi, men quloqdan ketib qoldimmi deb. Shunga qaragan to'g'ri taraz qilibdimi? Muzikani nayt yaxshi chaldingiz. Arzuyimizga yetdik biz, tam qo'shna yaqin bo'g'ach, tam qo'shna yaqin bo'g'ach. Degan bir yerlardagi bir firaqilni taz topolmay qoldim. Lekin yaxshi o'rildingiz. Shunda bo'lsa-mu, men sizga bir tal bilet tashlayman. Rahmat. Hem de mağam bir çoğ muzika hem şunçilik yukarı teknik talep kıldıgan duayıga yetkizip bir çilip çıkmak mı asanğa toxtamaydı. Meşikni toxtatmay yapmansınız çoğum şu muzikini baştan ayak bir bütün hem ahanglarını toluq çalalaysız dep oylayman. Şununğa sizge mi bir billet taşlayın. Rahmet. Abdurrahim efendim, Şunlar Hanım, şunda yaxşı baha verdi. Kasbi jihatdan men sizga boshqa bir narsa deb bermayman. Ish qilib menga bundaq chiroyli anglandi. Shunlashqa men sizga bir bilet beraman. Rahmat. Layligul degan bu muzika, klassik muzika, Qashqarning ohangi bu. Bek chiroyli ohang bu. G'ijagini bek yaxshi chaldi ekansiz, rost ta'sirlandim. Lekin g'ijak chaqa vaqtidagi qiyofating, chiroying-chi. Mana shuni midrasli hissiyat bo'lmaydi, chiroyli hissiyat bo'lmaydi. Biroz ichingga bir qiziq g'ijak kirib olgandek, teshing o'xshamay qoldi sen o'zingga. Bek yaxshi o'rindading. Menmi sana bir bilet tashildim, rahmat. Yaxshi o'rinda berdim. Lazımlık talantın, kırık askını yarattın. Sihirlendi bu etrafım, özenge şişe. Saklık lazımlık talantın, kırık askını yarattın. Sihirlendi bu etrafım, özenge şişe.